G'amga botib, o'ylanib, video ko'rib o'tirgan paytingiz oldingizdan chiqib qoldimi? Unda eshiting. Hech kim so'ramagan narsani so'rayman. Anchadan beri hech kim so'ramagan narsani sizdan. Ahvolingiz yaxshimi? Nimaga xomishsiz? Nimaga ko'zlaringiz mo'ltillab qolgan? Dunyo tashvishlari bilan o'zingizni qiynab qo'yapsizmi? O'zingizni unutib qo'yapsizmi? O'zingizga vaqt topolmay qolyapsizmi? Yaxshi bo'ladi. Tabassum qiling, kuling. Kulish sizga juda ham yarashadi. O'zingizni ehtiyot qiling. Bunaqangi holatda yurmang. 5 kunlik dunyoda bekorga aytmagan. Bu sinovlar ham o'tib ketadi hali. Bu sinovlar, qiyinchiliklar hatto o'zimiz ham o'tib ketadigan dunyoda bunchalik g'amga berilmang. G'amgin bo'lmang, o'zingizni asrang. Sizni yaxshi ko'raman. Salomat bo'lishga majbursiz. Hali zo'r bo'lib ketasiz. Inshaalloh.